Bugun 20 millionga bozor qilamiz. Alayski bozorga borib ko'ramiz. Xo'p, Jam aka, bozorga kelib oldi. Nimadan boshlaymiz, aka? Xo'sh, qarang, nima oladigan bo'lsak, hammasini bitta-bittalab aytib ketamiz, oxirida keyin yig'ishtirib olamiz. Ketdi unda. Ketdi. Kelishimizga aka ziravorlarni tayyor qilib qo'yganlar. Nechta bo'ldi aka? 485 ming. Nimaga ziravorlar qimmat demanglar? Bu yerda ziravordan tashqari guruchlar ham olganmiz, oshli guruchlar. Xo'p, gap borasida deb ketamiz. Xayrullo Alayskidagi eng chempion zirachilardan bittasi. Avloddan avlodga o'tib keladiganlar. Bu bola o'zi 15 yildan. Bundan oldin ota-bobolar hamma shu savdo qilishgan eng chempion zirachilardan. Eskilardan, probitli. Islom aka, nimamiz qoldi bizdan? Xo'sh, uzumni oldik, mana polni yagidalar hammasini oldik. Bu yerda общий yagidali vazaga qo'yiladigan mevalar hammasi общий necha pul bo'ldi? 3 million 300 ming so'm bo'ldi. Aka, bizaniki tayyormi? Necha pul bo'ldi? 1 million 180 ming so'm bo'ldi. Mana shu ko'rayotgan narsalarimiz, salyoni ham bor, ovqat narsalari, salat narsalari bor. Svejiy hammasi cho'tki bo'ldi. Aka, hali banketga yetib bormasdan bozorni o'zida go'zal qilib qo'yishdi-yu. Buni akalar. Narxi ham go'zal, 3 million 600 ming so'm bo'ldi. Bitta ovozini eshittirib qo'ying aka mikrofonga. Dirs. Bizani go'shtlarimiz mesnik jaydari go'shtlar. Bu yerda oshki bilan mastavani go'shtlari bo'ldi. Necha pul bo'ldi aka? 1 million 260 ming so'm bo'ldi. Lekin yomon arzon Alayski aka. Aka, hali arzonga kirmading, eng arzoniga endi kiramiz. Eng arzon. Bu magazinda birinchi sirlardan boshlaymiz. Bu ko'zi sir. Ustida papaya mevasi bor. Narxi bor yo'g'i donasi 56 ming so'mdan ekan. Bu biri trufilni. Hozir mazasini ko'ramiz. Svejiy kelgan ekan. Yeb ko'ramiz. Aka, nima deysiz? Конечно. Trufil aytgancha dunyodagi eng qimmat qo'ziqorin. Lekin mazasi mana shu cho'tki oldingi yeganimdan ham haqiqatdan boshqacha ekan mazasi. Hozirgi Bor yo'g'i 1 million 180 ming so'm kilosi. Uchinchisiga mana sir oldik. Buni o'zini tagida pichog'i bo'ladi. O'sha apparatga o'rnatilib, aylantirib gul qilib kesiladi. Jam aka, baluladan nima olamiz? Hop, ikki xil balo oldik. Maslinniy bilan losos oldik. Narxni aytib ketib yuribdi. Hammaga qizuv-yu baribir. Losos, slaba salyoni 966 ming. Maslinniy почти 500 ming bor. Ikra ham oldik. Bu qancha bo'ladi? 600 ming yo'q. 50 dollar. Buradan keladigan nom bu. Baradinskiy originali. Narxini aytamiz ham? Narxi 80 mingmidi? 70 ming. Bizani bozorligimiz mana ikkita dona paket bo'ldi. 3 ta ekan. 5 million 360 ming so'm bo'ldi. Arzimagan, atigi. Voy bu aka, shuncha bozor nechta bo'lib ketdi. Hozir hammasini narxini aytganman. Kuzatuvchilar o'zingizlar hisob-kitob qilib kommentariyga yozib ketinglar. mana bu pulligi hali ham qo'limizda turibdi. Buni video uchun olib turdim-da, okalarda. Qolganini qarzgami? Hammasi qarzga. Like, podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin, bundan ham zo'r videolar kutib qolinglar.